Assalomu alaykum, hurmatli Gold Mobile kuzatuvchilari. Samsung flagman modellar Koreyadan shunaqangi katta assortimentda yetib keldi. S22 Ultra, S23 Ultra hamma modellar xudo xolisa arzon narxlarda sizlarga taklif qilaman. Narxlar xudo xolisa sezilarli darajada arzonladi. Videoda oxirigacha o'tkazmasdan ko'ringlar. Sizlarga salafallari olinmagan shunaqangi noyob smartfonlarni arzon narxlarda qo'ldan kelgancha taklif qilaman. 12 ta viloyatga dastavkamiz mutlaqo tekin, tezkor pochta orqali tez pochta orqali albatta yetkazib beramiz. Xudo xolasa har bitta smartfonni обязательно garantiyalari bilan jo'natib beramiz. Qanaqangi murojaatlaring bo'lsa, tepadagi raqamlarimizga aloqaga chiqaverasiz. Sizlarga yoqqan telefon Telegramdan yozsangiz, video qilib tashlab beramiz. Hamma tomonini ma'qul kelsa, kelgan zakaz berasizlar. Bizning adres Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Amsor savdo markazini ro'parasida joylashgan. Kelib bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Arzon narxlarda xudo xolasa albatta bonus bilan sizlarga qilib beramiz. Birinchi bo'lib sizlar hurmatli obunachilar, shunaqangi noyob smartfonni noyob zo'r holatdagisini taklif qilaman. Ilk bora Samsung tarixida 100x yaqinlashtira olish imkoniyatiga ega bo'lib chiqqan smartfon. Bu albatta Samsung S20 Ultra smartfoni bo'ladi. To'ralar tomonida kamera yaqinroq olib keling mana. Salafallari olinmagan, yap-yangidek holatda, hech qayerda almashmagan radnoy smartfon 100% обязательно garantiyalarni beramiz. Birorta nuqtasi yo'q, yangidek holatda bo'lgan bu Samsung S20 Ultra 12 ga 256 xotira 5000 amperlik batareyasi, Snapdragon protsessor bilan jihozlangan. Eng tiniq, zo'r holatdagisini sizlar hurmatli obunachilar $305 sotilayotgan edi. Endi arzon narxda $295 super chegirma narxda xarid qilsalaring bo'ladi. Foydalanib olinglar. 295 ga hamma tomonida salafallari olinmagan. Keyin sizlarga hurmatli obunachilar, juda ham ko'pchilik so'rayotgan elegantni, kompaktni Samsung S20 5G smartfonlari bizga yetib kelgan. S20 birdan-da kuchli bo'lgan smartfon, Snapdragon protsessorli, 12 operativkali, eng tiniq oldi ekranlari qayrilgan bu smartfon. Bu smartfonni arzon narxlarda $205 dan xarid qilish imkoniyati bor sizlarda. Albatta zakaz beringlar. Forasvetidan ikkitadan bor ekan. Space Gray bemalol zakaz berishlari mumkin. Xudo xolasa keyin sizlarga Samsung S20 Plus'larni taklif qilaman. Oq sveti 12 ga 256 xotira 4500 amperlik batareya bilan jihozlangan bu Samsung S20 Plus smartfonlarini $230 dan qilib berishga tayyormiz. Holatlari xudo xolasa yaxshi, zo'r holatda, chotki. Telegramdan yozsalaring, обязательно video qilib tashlab beramiz. Bizning kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringni albatta yozib qoldiringlar. Bu videoni keyin maksimal darajada o'z yaqinlaringga yuborib berish esdan chiqmasin. Kanalimiz rivoji uchun ancha katta hissalaringni xudo xolasa qo'shgan bo'lasizlar. Keyin sizlarga hurmatli obunachilar, telefon ko'pligini qaysi birini ko'rsatishga hayronman sizlarga. Keyin S20 24 Plus smartfonlarni juda ham ko'pchilik so'rayotgan edi. Assortiment yetib keldi, qaranglar mana. Shunaqangi zo'r holatda bo'lgan Samsung S24 Plus'lar idealniy holatdagilari yetib kelgan. 12 ga 256 xotira hurmatli obunachilar. Shunaqangi zo'r holatda yetib kelgan. Bu smartfonlar bitta sim kartda 4 ta eSIMni poddeshka qiladi, bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Bu Samsung S24 Plus'larni $490 dan qilib berishga tayyormiz. Eng tiniqlarini, agar ichida B+ petnosi bori chiqsa, korpusini o'zida hop $470 ga qilib berishga tayyormiz. $470 dan bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Keyin bizda S22 Ultralar shunaqangi katta assortiment yetib kelgan. Videoda oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring. Oxirida bularni ham ko'rsatib o'taman. Narxlari juda ham arzonlagan. Keyin sizlarga Samsung S24 Ultra smartfonlarini taklif qilaman. Keng assortimenti yana yetib keldi bizga. Молочный svetidan o'tgan safar kelib, sira sotildi, yana keldi hurmatli obunachilar. Black Titanium va Natural Titanium 12 ga 256 xotira 5000 amperlik batareya, Snapdragon 8 Gen 3 li protsessor yotibdi smartfonning ichida. Bardoshli smartfon 12 ga 512 talik xotiraligi ham bor ekan. IP68 bilan himoyalangan smartfon prosta bomba apparat. 2 megapiksellik kamera. Bu smartfonda sizlarga eng tiniq holatdagisini
$680 qilib berishga tayyorman. Zakaz beraverasizlar. 512 taligini esa $699 ga xarid qilsalaring bo'ladi. Atiga bir dona bor 512 taligi. Zo'r sostenadi. B plusi bo'lsa, agar ichida bir dona B plusi bor ekan, naturalida tepasida sal petnosi bor ekan. $670 ga bemalol zakaz beraverasizlar. 670 ga zo'r narxda. 1 oy oldin ham 2 oy oldin S23 ultralar shunaqa narxda sotilyapti. Keyin sizlarga S22 ultralarni keng assortimentini ko'rsatib o'taman. Turgunli svetlari shunaqangi keng assortimentga yetib keldi. Nechta desalaring bor. Arzon narxlarda xudo xolasa bularni qilib berishga tayyormiz. Mana. Qaranglar. Shunaqangi ideal holatda to'rala tomonidan salafanlari olinmagan yangidek holatdagisi va B+ holatdagisi mavjud. 12 ga 256 lik hamda 12 ga 512 taliklari bizda bor. S22 ultrani to'rala tomoni salafan kameraga yaqinroq olib keling. Bu salafanlarni o'zimiz yopishtirmaymiz. Koreyadan shunaqangi holatda keladi o'zi. Hadeb ham kelavermaydi bunaqa salafanlisi. Mana Koreyaning o'zida A- holatda. Keyin hech qanaqangi biz o'zimiz yozib qo'ymaganmiz. Hamma tomoni salafan. Va bizda qora svetlarini ham shunaqangi salafanlari olinmaganlarini keng kolleksiyasi mavjud. Mana qaranglar. Bunaqa assortimentda bunaqangi smartfonlarni ancha-muncha magazindan kafolatlangan smartfonni qidirib ham ancha-muncha joydan qidirib topishdan juda ham qiyin. 512 talik qora sveti bor ekan. Holati juda ham ideal holatda. Bitta o'zlaring baho beringlar qora svetiga. Aniq sostenada. Va green svetlari mavjud. Ko'rsataman desam bu smartfonlar assortimenti juda ham keng. Green svetlari bor. Idealniy holatdagilari, B+ holatdagilari bor. Xo'p, bu Samsung S22 ultralarni eng tiniqlarini, salafanlari olinmagan, yangidek holatdagisini xarid qilmoqchi bo'lsalaring, $425 dan qilib berishga tayyormiz. Ichida B+ larini esa $400 dan qilib berishga tayyormiz. 12 ga 512 talik xotiraligini esa $445 dan bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Juda ham tiniq holatda qora svetdan atiga bir dona bor. 440 ga ham qilib berishga sizlarga tayyorman. Albatta zakaz beraverasizlar. Keyin bizda Samsung S22 Pluslar ham yetib kelgan. Bu smartfonlarda eng tiniq holatdagilari ham bor va B+ holatdagilari ham bor. Mana. Katta ham, kichkina ham emas, qo'lga zo'r o'rnashadi. Elegantniy smartfon. 8 ga 256 lik xotira, 4500 amperlik batareya bilan jihozlangan. Snapdragon 8 Gen 1 protsessor. Bu smartfonni eng tinig'i $320, B+ holatdagisi esa $300 dan qilib berishga tayyormiz. B+larni $300 dan bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Eng tiniqlari esa $320. Keyin bizda S21 5G'lari ham keng assortimentga yetib keldi, hurmatli obunachilar. Qaranglar, qora svetlaridan nechta desalaring bor. Shunaqangi zo'r sostenada bo'lgan bu Samsung S21 5G'lari ham narxlari xudo xolasa ancha arzonladi. Shunaqangi pushti svetlari ham bizda mavjud, qaranglar. Zo'r sostenada bu smartfonlar. 8 ga 256 lik xotira, 4000 amperlik batareya qo'yilgan bu smartfonlarga. Eng tiniq holatdagilarini $220 dan qilib berishga tayyormiz, hurmatli obunachilar. $220 dan bemalol zakaz berib shoshilib olinglar. $200 dan esa B+ holatdagilarni holatiga qarab 200-205 dan narxi chiqadi. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar bularga ham. Keyin Samsung S9 Plus legendarniy smartfon, haqiqiy 4 ga 64 lik xotira. Holati juda ham ideal holatda. $135 ga zakaz beraverasizlar. Tiniq sostenada 130 ga ham qilib beraveraman. Keyin esa juda ham ko'p obunachilar so'rayotgan Samsung Note 10 Plus. Ilk bora Samsung tarixida 12 operativka bilan jihozlangan smartfon bo'ladi bu. Tiniq holatdagi turibdi qo'limda, shu ko'k sveti vobshe ideal holatda. Umuman petnosi yo'q. Pastida hattoki salafanlari olinmagan, yap-yangidek holatda bu smartfonlar. Eng tiniq holatdagilarni $220 dan qilib berishga tayyorman. B+ bir dona bor. $200 ga zakaz beraverasizlar. 195 ga qilib beraveramiz. Xudo xolasa.
Keyin Samsung S23 Plus'larda ham narxlari sezilarli darajada arzonladi. Hurmatli obunachilar, keng assortimenti bizda bor bularning ham qora va oq svetlari va green svetlari, salafallari olinmagan yangidek holatdagilari mavjud. 4700 amperli batareya, Snapdragon 8 Gen 2 li protsessor yotib smartfonning ichida. Bitta sim karta, 4 ta eSIMda поддержка qiladi bu smartfonlar. Bu Samsung S23lar, S23 Plus'da shunaqa salafallari olinmagan yangidek holatdagilari bor. Juda ham arzon narxda qilib berishga tayyorman buni. 395 dollarga qilib beraman. Eng tiniqlarini 390 dan qilib beraman. Ana foydalaninglar. Zo'r narxda 390 ga bunaqa S23 Plus'ni topolmaysizlar lekin. Foydalanib olinglar. 375 dollardan esa B pluslarni zakaz beraverasizlar. Bu tomonda ham smartfonlar juda ham keng assortimenti bor. Hamma modellardan bor ham vitrinamizga sig'madi. Keyingi videolarda xudo xolasa ularni ham qo'yamiz. Bizni har doim kuzatishda davom etinglar. Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, hoziroq zakaz beringlar. Albatta dastavkamiz mutlaqo tekin, garantiyasi bilan Maker Expresslar ofitsial holatda o'tganligiga kafolatlarni yozib jo'natib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar.